Hayat Enerji kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan aqlli kotyorlar quyidagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Videoni boshlab oldik. Like, podpiska, kommentariya yozishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan yaxshi yangiliklarimiz bor. Assalomu alaykum bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi kotyorimiz Farg'ona viloyati Furqat tumaniga qo'yildi. Mana ko'rishlaringiz mumkin kotyorimizni. Mustaqilamiz kelishimizga chiroyli chiqdi. Ko'z tegmasin. 2 etajli zdaniyaga gidroelektrlar yig'ishgan, chiroyli qilishib, 3 ta nasos qo'yishgan. Kotyorga obratkaga bitta, ikkita podachaga. 2 etajga moslashib qo'ygan, har biriga graduslik termometr qo'yishgan, gruppa безопасный, rashbak. Kotyorimiz ko'rishlaringiz mumkin. Hayat Enerji kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan aqlli kotyorlar. Kimga shunday kotyorlar kerak bo'lsa 99lik 157 93 hamda 90lik 164 44 88 raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar. Telefonda o'zim bo'laman. Kotyorimizni komplektida motor reduktori, havo pudegani, miyasi, stabilizator komplektda bo'ladi. Kotyorimizni yonishi ko'rasizlar. Angren ko'mir yonishi. Hozir kechasi ko'mir bizga yetishdi, esimizdan chiqib qoldi. Endi ming xayolda yuramiz. Chetdan topdik ko'mirni. Katta mushtan katta ko'mirlar ham bor ekan. Bularni ham navruzga kelsa orqaga yurib, oldiga yurib, chiqib ishlataveradi. Orqaga oldiga yuradi, tiqilmaydi. Inshaalloh katta tosh kelib qolmasa bo'ldi. Hammaga rahmat. Like, podpiska, kommentariya yozishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, aloqadamiz.